Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana sizlarga yana bir mavzuda ma'lumotlarni yetkazmoqchimiz. Bu ham bugungi kunda dolzarb bo'lgan bemorlarimiz o'rtasida juda ham kerak bo'lgan ma'lumotlardan bittasi bu ko'z ishemik sindromi. Ya'ni o'sha ko'zdagi o'zgarishlar, ya'ni ko'z xiralashishi yoki amaurozus fugus deyiladi, ko'zni bir tomonini qisqa muddatga ko'rmay qolishi va birdan buni yana qayta tiklanishi. Bugungi kunda aytib o'tishimiz lozim bo'lgan jihatlari shundaki, mana shu ko'zni ishemik sindromida og'irlik sezadigan, ayniqsa yoshi ulug', 60 yoshdan ulug' bo'lgan bemorlarni albatta tavsiya qilinadi uyqu tomirlarini tekshiruvi, ya'ni duplex skanerlash. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Ba'zi holatlar bo'ladi, ko'zni davolab oftalmologlar tomonidan yoki mutaxassislar tomonidan davolanadi va tekshiruv paytida shu hastani diagnostika qilish paytida uyqu tomirlarida keskin torayishlar aniqlanadi. Bu keskin torayishlar aniqlanganda albatta bu keskin torayishlarni davolash kerak. Davolash bu qon tomir jarrohlari, angioxirurglar tomonidan bajariladi. Lekin aytib o'tadigan tavsiyamiz shuki, ko'z ishemik sindromi bugungi kunda juda ham ko'p, ko'z xiralashgan, ko'zda ko'rishi o'tkirligini buzilishi, yoshi ulug', aterosklerozga moyil bo'lgan bemorlarni albatta tekshiruvdan o'tkazish lozim. Agar shu holatlarda uyqu tomirlarida o'zgarish aniqlanadigan bo'lsa, buni keskin chorasini ko'rish kerak. Ana undan keyin oftalmologik ko'z tomonidan dori-darmon oladigan bo'lsa, mana shu bemorlarimizda albatta juda ham natija yaxshi bo'ladi. Chunki yoshi ulug' bemorlarimizda ko'z ishemik sindromi kasalliklari juda ham ko'p uchraydi. Bugungi kunda respublikamizda bu standart holatga qo'yilgan, lekin yana ham bir tavsiyamiz o'sha ko'zida o'zgarishlar bo'lgan, xiralashishlar bo'lgan bemorlarni tavsiya qilamizki, uyqu tomirlarini albatta tekshiruvdan o'tkazish lozim. Bu uchun bizning markazimizda sharoit yetarli darajada, markazda oftalmologimiz ham bor, ko'z tomonidan ham tekshiruvdan o'tish mumkin, uyqu tomirlarini ham to'liq tekshiruvdan o'tkazish mumkin.